Leonid Anatольевич. Простили друг друга? Shahar sudi ajrim qiladi. Yangiyo'l shahar ichki ishlar bo'limining mahkuma Abduzaliyeva Dildora Orifjonovaga nisbatan kiritgan taqdimnomasi qanoatlantirilsin. Jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l shahar sudi sayyor sud majlisini o'tkazdi. Sayyor sud majlisida Yangiyo'l shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'ining 5 nafar mahkumga nisbatan kiritgan taqdimnomasi ko'rib chiqildi va 5 nafar mahkum ularga tayinlangan ozodlikni cheklash, axloq tuzatish ishlari jazosidan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. Shuningdek, ikki nafar shaxsga nisbatan ma'muriy tartibda ishlar ko'rib chiqilib, tegishli tartibda ma'muriy jazoga tortildilar. Bu yerda endi o'zingizga bog'liq. Qonun nazorati tushunarlimi? Şayman etrafımızda yürüyüş mü yaptık orada? Hazır günlerde Ankara Sandek Kurulucu işleri. Qolgan 1 yil 3 oy 24 kun axloq tuzatish ishlari jazosidan muddatdan ilgari shartli ozod qilinsin. Tushunarlimi?